Arafa kunida g'am tashvishlarni ketishi uchun o'qiladigan duolar guldastasi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Robbim, qalbimni munavvar qil, ishlarimni oson qil. Buyuk Halim Allohdan boshqa iloh yo'q. Buyuk Arshning Robbisidan boshqa iloh yo'q. Yer u osmonlarning ulug' Arshning Robbisidan o'zga iloh yo'q. Ey Allohim, meni g'amdan, xafachilikdan, ojizlikdan, dangasalikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzdorlikdan, kishilar qahridan saqla. Alloh Robbimdir. Unga hech kimni sherik qilmayman. Ey Allohim, meni qattiq balolardan, badbaxtlik, baxti qarolikdan, taqdirning yomonligidan, dushmanlarga xor bo'lishlikdan saqla. Ey Allohim, meni xorlikdan saqla, ikkilanishlikdan saqla, cho'kib o'lishdan, yonib o'lishdan saqla. Jon berishda shaytonning vasvasa qilishidan meni saqla. Sening yo'lingda orqaga chekinib o'lishdan meni saqla. Sendan o'zga iloh yo'q. Seni poklayman, men o'z joniga zulm qiluvchilardanman. Ey Allohim, meni ne'matlaring zavol bo'lmoqligidan, ofiyating mendan ketib qolmoqligidan, to'satdan o'ch olmoqligingdan va jamiki g'azablaringni barchasidan saqla. Ey g'amlarni ketkazuvchi zot, ishlarimdagi qiyinchiliklardan chiqaradigan bir o'rinni menga ato et. Har bir shikoyatni eshituvchi zot, ey har bir g'amni ketkazguvchi zot, ey ilohim, men yo'qchilik qattiq bo'lgan kishi qanday duo qilsa, kuchsiz zaif qanday duo qilsa, shunday duo qilaman. Sendan o'zgani topa olmagan, g'amga botgan baxtsizning duosidek duo qilaman. Ey ilohim, o'z lutfu karaming ila ishimni o'ngla, o'z rahmating va karaming ila menga lutf qil. Sen har bir ishga qodirsan. Ey Allohim, sendan yordam so'rayman, senga tavakkal qilaman. Ey Allohim, og'ir ishimni yengil qil. Uning mashaqqatlarini menga oson qil. Men sendan so'ragan yaxshiliklarimdan ko'prog'i bilan meni rizqlantir va har bir yomonliklarni mendan ketkaz. Ey Robbim, qalbimni ochiq qil. Ey Karim, ishlarimni menga oson qil. Amin.